Assalomu alaykum qadrli jizzaxliklar, charchamayapsizlarmi? Sog'liklaringiz yaxshimi? Xo'p, bugungi e'tiborlaringizga 2022-yil 22 ga 23 kraskasi top-toza, holatlari o'ta ideal. Mashinada 1 gram ham chaqa-chuqa tosh tekkan joylari yo'q. Bu nimadan dalolat beradi? Bu mashina umuman dalada yurmaganligidan dalolat beradi, azizlar. Mashinaning holati o'ta go'zal. Mana tosh tekadigan joylari ham taniq turibdi. Mashinani beton tonirovka ruxsatlari ham bor. Salon holatlariga keladigan bo'lsak, o'ta go'zal. Chexollar, qimmat poliklar tashab qo'yilgan. Mashinada umuman qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Mashina o'ta go'zal holatda. Bu mashina benzinda. Yurgan probeklari esa 52.000 kilometr. Konditsionerlari muzotib turibdi. Mashina o'ta go'zal holatda. Mana shu chiroyli jentra, like bosishga arziydi. Azizlar, bitta like bosib qo'yingda. Sizlarga bagajlarni bir ko'rsatib o'tib ketaman. Mashina absolutni chiroyli holatda. Gap so'z yo'q. Mana zapaskalar tushmagan, hattoki salonidagi plyonkachalarni ham salofanga solib qo'ygan. Salofani taqas mashina yangi bo'ladi. Yana bitta chiroyli narsani ko'rsatay sizlarga. Mana oynasida birkasigacha hali mashinadan tushmagan turibdi. Mashinaga original turtlar, mechkanlar taqib qo'yilgan. Mashinani olasiz, minasiz. Diskagacha qo'yib qo'yilgan. Chiroyli holatdagi mashina. Bu mashinani siz bor yo'g'i $10.300 ga, $10.300 ga. Mana shunday chiroyli holatdagi jentra yo'q-ku. Olasiz, bosib borasiz. Bizda xuddi shunaqa chiroyli mashinalar bo'lganda bilmay qolmasliklaringiz uchun albatta bizlarga tashrifga bo'lib qo'ying. Kommentariyaga oluvchilardan maksimal darajada mashinalar bizlarda juda ham ko'p. Qo'shimcha ma'lumot uchun pastda raqamlarni qoldiraman, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 24 ga 7 aloqadamiz.